Alaykum hurmatli ahli Instagram, mana sizlarga necha kilo gaz kerak? Qish kelyapti, havo sovuq. Gaz bor, kvartiralaringiz bormi deb so'ragan opajon, akajon. Bu video aynan siz uchun. Adresimiz Sagzana Doktor Oda 67 kvadratlik Novostroyka kirpichli uyimiz srochni sotuvga chiqdi. Eshikdan kiraverish, o'ng qo'limizda garderob zona, yero montaj qilingan, siraza chap qo'limizda sanuzeni ko'rsatib o'taman. Kafelni garniturisi dahshatidan qilgan akamiz. Mana shu prixoshka juda ham kattagina. O'ng qo'limizda bitta zal bo'ladi. Dizaynni yorivoriation qilgan akamiz. Mana shu lyustraga nechi Novostroyka baribir odamning ko'ngli jiz etadigan kvartira bo'ladi. Mana bu детский komnata bo'ladi. Детский spalni topli pol bo'lgan do'xtirni katta turibdi. Har bitta xonasiga batareyasi bor. Eng qizig'i o'zini mana shunaqangi balkonchasi ham bor. Hozir qorong'uda garniturisi tashqarini olmadim. Bu ikkinchi xonasi va uchinchi xonasi. Kattalar uchun yotoqxona, bu xonasiga ham terezasi bor, bezgulxoy. Har bitta xonasiga terezasi bor. Biralarni garniturisi zo'rini qilgan akamiz. 67 kvadrat, Novostroyka 3-qavatda joylashgan. Kuxunni hamma sharoit bor. Mana shu eng qizig'i, mana shunga maza qilaman-da, terisi. Mana shu do'xtirni katta. Kimga qiziq bo'lsa, men pastda nomer qoldiraman, srochni aloqa chiqinglar. Narxi esa 67 ming, ya'ni ozgina savdosi ham bor. 67 ming pulim yo'q deganlar uchun 25 ming 30 ming atrofida boshlang'ich to'lov to'lab ipotekaga olishning ham iloji bor.